O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishingiz uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. O'zgidromet markazi 4, 5 va 6 iyul kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Respublikamizning shimoliy hamda cho'l hududlarida 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. 4 va 5 iyulda 20-25 metr sekund tezlikgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 25-30 daraja, kunduzi 4 va 5 iyulda 41-46 daraja, 6 iyulda 39-44 daraja bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.